Mana azizlar, to'g'ri tushunasizlar. Mana ko'pchilik hozir yozyapti-da, ertaga internetga qo'yganda qayerdandir qirqiydi-da, qaysidir bitta gapini qo'yadi-da, keyin kommentlarni ko'rsangiz, o'zi musulmon, o'zi la ilaha illalloh deb turgan odam yurtni muftiysiga xohlagan gapini gapiradi. U buyog'ini eshitmagan. Shariatni boshidan oxirigacha eshitmasdan hukm chiqarib bo'lmaydi. Men bolalarda maktablarda o'qishi, bolalarda ta'lim olishiga e'tibor qilib gapirsam, mana bu ibodatdan qaytaryapti, bu ibodatdan qaytaryapti. Kechirasizlar. Muftiy qanaqa qilib bolalarni ibodatdan qaytaradi? Men toki meni xalqim qiynalganda Hindistonga borib jigarini almashtirmasida o'zimda almashtiradigan mutaxassis chiqmaguncha bolalarni o'qishga chaqiraverdim. Germaniyaga borib davolanmasdan o'zimda davolanadigan mutaxassislar chiqmaguncha hamma joyda aytaman, bolangizni o'qiting deb. IT bo'yicha mutaxassislar Yevropadan kelib iltimos qilib mana buni programmasini qilib bering deb yalinganini ko'rar ekanman. O'zimiznikilar qilmaguncha men gapiraveraman. Bolalarni o'qiting deyishlikda nima yomonlik bor? O'qitish kerak azizlar. Toki bolalarimiz ilmli bo'lsin. Biz butun dunyoda lol qoldirib turgan o'sha qo'limizdagi telefon bormi, boshqa bormi, sun'iy intellekt bormi yoki bo'lmasa mana YouTube'da ishlash dasturi, boshqani ko'ring. Shular hammasi Al-Xorazmiy bobomizning qoidasi, qonuni, algoritmi asosida ekan-ku. Biz qachongacha u bilan maqtanib bo'lamiz? Shuning uchun kimga yoqsa yoqmasa mana hamma joyda aytaman, o'qiting. Bolangizni dunyoviy ilmga o'qiting deb aytaman azizlar. Bu meni muftiylik vazifam.